576 hadis an Ali. Ali xabar ita amarana sallallohu alayhi vasallam bis-siwak. Bizga Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam siwak kullanırga emir etdi. Siwak degende biz aytdik, siwakka kira siwak ağaç, yani arak ağaçı, yani başka ağaç, yani zubni pasta bilan zubni щетка, yani просто zubni щетка. Bular barisi da ovuzni ishlatishga kira. Yani Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizga ovuzlarini ishlatishga emir etdi. Va qol innal abda iza qama yusalli atahul malak. Shunda Peygamberimiz ayta, kishi Allah'ın kılı namazga basqaç onun yanına ferişte kile. Faqama khalfahu, ham onun ortuna kelib basa, yastami'ul Qur'an va yadnu, ham ul şu namazda aytgan kishi Qur'an o'qiy. Şu kishi Qur'an o'qigach bu ferishta ortdan tinglab bu kishiga yaqinaya boshlaydi. فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. Ham bu kişi, bu ferişte, bu namazda turgan kişinin Kur'an okuyanın tınlı yakınaya tuktatmay, hatta onun ağzına kilip tiragancha. Onun ağzına kilip tiragancha ham nindigina oyat aytmasin namoz o'qishi. Bu oyat kimning og'zidan turdan turlaga? Shu farishtaning og'zidan turdan turlaga. Shunga ko'ra namoz o'qir oldindan payg'ambarimizning sunnati bo'lib tura, u da bo'lsa og'zini ishtardi. Ya'ni sivak qo'llanasing, ya'ni zubni щетка bilan, ya'ni boshqa narsadan og'zini ishtardi. Bizning shunday boshqa hadis bor, sivak qo'llanuv u narsa ol Allohning rizoligi. Sen sivak qo'llanding ekan, demak sen Alloh subhanahu taolo rizo bo'ladi. Shulay namozga borsang ekan, agar sen chistarmagan, pishiroq ovoz bilan borsang ekan, senga shu vaqtda farishta keluvini unutma. Ham u o'zining ovozini sening ovozingga qo'ya. Ham u o'zining ovozini sening ovozingga qo'ya. Ham sen nindigina oyat aytmaysan ekan, u to'g'ridan to'g'ri kimning ovozini alaga? Farishtaning ovozini alaga. Allohu alam.